Xotiningizga oylik bering. Pulsiz qolmasin. 10 million topsangiz 3 millionini bering, 2 millionini bering, 15 million topsangiz 2 million berib qo'ying, oylik bering, ya'ni maosh bering. U sizni uyingizda hamma ish qilib o'tirgani uchun bu senga oylik emas. U gohida ko'chaga chiqib sizsiz o'zi do'kondan nimadir olgisi kelib qoladi. Gohida o'zi shundoqqina chiqib bir shuba olmasa ham oddiy kalgotka olib o'zini ko'nglini xursand qilgisi kelib qoladi. O qimmat Dior atir olmasa ham shunchaki sizdan alohida, bolalardan alohida anu kartinkada bozor qilib yurmasdan shunchaki do'kon aylanayotganda o'tib kelib o'zi xohlagan ichkisi kelgan yogurtni olib ichkisi keladi gohida va o'zi o'sha pulni cho'nchagidan chiqarib bergisi keladi. O'zini puli bo'lish hissini tuygisi keladi. Chunki u kun bo'yi uyda o'tiradi. Bolalar bilan mashg'ul-da-ku. Va gohida chiqib shunda ko'ynini yozib kelish uchun ko'chaga chiqgisi keladi. Likillash uchun emas, u boshqa masala. Bolalaringizni maktabdan olib kelayotganda yoki bo'lmasa shunchaki